Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir Xolida Isroilning Kashmish nomli romanini anglashni davomlashtiramiz. Amgikimizga hurmat qiling, bizdan ruxsatsiz ko'chirib tarqatmang. Rahmat. Oldingi ikki qitimliq anglashimizda to'g'rilikdagi dehqonlar kooperatsiya qurishga qarshi turib biroz xavfga ko'targan bo'lsa-mu, lekin Nahidin kelgan 40-50 harbiy saqchilarning ta'sirida hamma ishlar o'z yo'liga tushib, kooperatsiya qurildi. Namattoz kooperatsiyaga mudir bo'ldi. Namattozning xotini Oltingul to'y qilgandan keyin garchi sirtda boshqalarga chandurmay yursa-mu, amaliyotda nayt azoblanadi. Namattozning taq turqili emas, uning eg'il puraydigan badbo'y hidlari uni saskandiradi. Amaliyotda u To'xtiqoriga oshiq bo'lib, garchi Namatning nikohida bo'lsa-mu, yanala To'xtiqorining ishqida ko'ydi. 1957-yildagi o'rma fasli yetib keldi. Ba'zi dehqonlar o'z yerlarini o'zi o'rmoqchi bo'ladi. Lekin yezliq hukumatdagi aktivlar, Namatning qo'llovchilari buningga qarshi turdi. Shuning bilan ikki tarafda tirkish ko'rildi. Lekin Nahidin qurolliq askarlar yetib kelib, kishilarga o'q chiqardi. Oxirida ikki odam o'ldi, biraylan bir belikidan ayrildi. Shundoq to'g'riliklar dunyoning noyitimi chatdagi joylashgan bu yurtda endi burunqidek faqat Allah'ını sevginipla o'zi xohlagancha yashaydigan davrlarning kelmasga ketganligini texam tushunib yetadi. Xo'sh, roman davomlashtiraylik. Eshik ochilib, askarlar bilan aktivlar sirtqa chiqdi. Yotqanlarning go'ran to'mirini tutib tekshirib ko'rishdi. Husayn Axun allaqachon jon uzgan edi. Osmanning holimi bak bo'shtaq qiladi. Muyursiga o'q yegan Umar ismli yana bir yosh bola qansirab hushsiz yotadi. Osman shu kuni xubtanga qolmay jon uzdi. Amdala 16 yoshga kirgan Umar viloyatlik doktorxonada 2 oy yetib, bir qo'lidan ayrilgan holda qaytib keldi. Bu voqea yuz berib, bir necha kundan keyin to'g'rilikdan yana 4 odam qo'lga elinib, har biri 10-15 yillikdan kesilib ketdi. Sodiq Axun boshliq 17 odamga buzuq unsur qalpoq kiydirildi. Qo'lga elingan qalpoq kiydirilganlarning uylari oqtirilib, tag'arlab ochliq, chorva mollari musodir qilindi. Shu yil qishda Sayboq bozorida sakrab ilgirlash kommunisi qurilib, to'g'rilik bu kommunaning bevosita qarashliq dodui bo'ldi. Yusuf kommunaga o'stirilib, su kadri bo'ldi. Kommunaga boshliq bo'lishni tamom qilib yurgan Namat nimishqidir o'salmadi. U mushiha o'ziga mi qildi, menga mi qildi deb to'g'riliklardan og'rinib, bir mazgil qiydab salpiyib yurdi. Qiydiganning foydasi yo'qligini ko'rib, asta-asta o'ngishlikmi qoldi. Her nima degan bilan to'g'rilik doduining boshlig'i deganlik, to'g'rilikning egisi, eng chong huquqdor deganlik. To'g'rilik nahiyaga, bozorga yiroq, o'z oldiga bir yurt. Bu yerga osonlikcha mashina orbi kelolmaydi. Bu yerga oldirib kadr kelmaydi. Kelsimi 1-2 kun turibla ketishga oldiraydi. Shunga Namat bu yerda o'zi bek, o'zi xon bo'lib, xolg'inini qila oladi. Üstümde pichqi o'tmas muavin boshliq bo'lgandan to'g'rilikni o'z oldiga so'rgan afzal emasmi? Namat yana qora etiga minib, gidiyib yuradigan bo'ldi. Bo'libmi istil tuzish harakati boshlanib, kishilarga aybi ko'rsatadigan fursat kelganda, u texmi ruhlanib ketdi. Bu qitimqi harakatda Ibrohim Gijin bilan Sidiq Axunga, yana biri Tilvaldi Axunga fikr ko'p tushdi.
Emtahun amının fikrini rətlab, tutamğa çıxmaydigan parç-purat gəplərini qısqartıb etib, u üçünün əksi inqilabi gəp sözlərini rətlab çıxdı. Emtahun ularının əksi inqilabi gəp sözlərini yazıb atqanda, peşanisi bilən burnunun üstüdə tər tamçıları payda oldu. O, bu gəplərinin aşı adamlarga kötürüb qoqqusuz balay afət elib keladiganligini bilətdi. Lekin o'tirg'i tushgan bu fikrlarni aynan yezib yuqoriga yo'llash uning vazifasi edi. Yezib etib ba'zi gaplarni sal siliqlab qo'yishni o'ylasimi, bu gaplarni hamma odamning anglig'idan o'ylab, niyatidan yenib qoladi. Ichida put yuguriki oshqa, ig'iz yuguriki boshqa degan shu deb o'ylab, ixtiyorsiz achchiq kuladi. Emtahun paraz qilgandek, bu so'zlar badaliga İbrahim axun, o'ngchi unsur, Sidiq axun bilan Setvaldi axun yerlik millatchi unsur qalpig'ini kiydi. To'g'riqlikdagi sinipi dushmanlarning soni texmi ko'paydi. Ular kambag'al dehqonlarning sotsializm va kommunizm yo'lining yangi turmushining dushmanlari edi. Hech kim ularga ochiq chiroy ochmaydi. Esdashlikmi qilmaydi. Ular proletariat diktatorisi ostida titrab, o'milab yashashi kerak edi. Ular ichilib, yeyilib kulolmaydi. Birariga ish sirni aytolmaydi. A'zolar bilan tang o'ltirib, tang qopolmaydi. Yangroq kiyim kiyolmaydi. Ular kuniga 10 necha soatlab eng ig'ir, eng maynat ishlarni qiladi. Mushundaq yashash yo'lini ular o'zlari tanlab olgan edi. Bu xuddi shu davrning gazetlarida aytilgandek, ushqandek ilgirlab atgan poyezdning oldini to'smoqchi bo'lgan yochivak poyezd chaplari ostida yonchilib taqdirdan qochib qutula olmagandek bir ish edi. Komuna qurilgandan keyin to'g'raqlikdagi 3 atratda birdan o'pcha oshxona qurilib, a'zolar tamoqni oshxonadan yeydigan bo'ldi. Atrat qarmaqida yana tikuvchilik korxonalari qurilib, a'zolarning kiyimini haqsiz tikib berdigan, yaslilar qurilib, uşaq balalar haqsiz beqildigan bo'ldi. Tamoq, kiyim-kechak, bola g'emidan qutulgan dehqonlar butun kuchini ishlab chiqarishga sarf qilishdi. Mobeshidan 10 ming jinlab usul elish kerak edi. Ammo ishlar o'ylagandek oson bo'lmadi. Chunki bu olmisaqdan hech kimga qilib baxmagan ishlar edi. Sadda yavaş dehqonlar ularning qadimdan tortib davom qilib kelgan turmush usuli buzib etilganda, kosh shaxsiyatchi oshko'z taraflarini oshkorlashga boshlagan edi. Kadrlar haddi hisobsiz ushaq-tushak turmush majrolari ichida nima qilishini bilmay gangirab yurishadi. Shundaqdimi yuqorining siyosatini ijro qilmay, ochliqdan sunniy hamroh qo'yib bermay bo'lmaydi. Bu sakrab ilgirlash davri edi. Dehqonlar tong yo'rmasda o'rnidan turib, ta xubdangacha tinim topmay ishlaydi. Yerim kechigacha yana siyosiy yunishga qatnashadi. Etizlar odam bo'yi qo'linib, qatmo-qat o'g'it ko'milgandan keyin terilgan ziroatlar to'kkan targa yarasha hosulni beradi. Ammo bu hosul yuqoriga hassinlab ko'ptirib ma'lum qilinadi. Saxta ma'lumotga asosan tushirilgan g'alla paroq vazifasini o'rinlash uchun omborlar quruqdilib qoladi. O'lib qolmaslik uchun yana yuqorining yordamiga tayanmay bo'lmaydi. Bu holatdan qutulish uchun kadrlar yerni ko'p ichib, yer sonini kamroq ma'lum qilish chorasini topdi. Bu chora unumni berdi. Biroq to'g'riqlikda oshqida bo'ladigan yer chaklik, birlik hosil bo'lsa, yilma-yil eshishi shart edi. Keyingi ishlarning qanday bo'ladiganligini hech kim tasavvur qila olmaydi. Namat etidan tushmayla birinchi atratning ho'ylasiga kirib kelganda, ho'ylada qoch tutib o'chiratib turishgan, chiroyidan ochliq va harg'inlik chiqib turadigan ayol qeri cho'rlar uningga burilib qarashdi.
Şu hamon ba'zi chiroylarda tama orlashgan xushomatli kulkilar barqarab qoldi. Kimlardir zo'rma-zo'r hijiyib, egilib salom qilishdi. Yana ba'zilar ta'tir qarab, o'z ko'ylari bilan bo'lishdi. Ambarchi turdi Axun uning oldiga yugurib kelib etib, otxona tarafga qarab: "Mahat qori, ey Mahat qori!" deb to'g'ladi. Mahat qori yugurib chiqib, Na'matni otdan yo'lab tushirib, otni ishkiriga akirib ketdi. Na'mat salom qilganlarning salomini bilinar-bilinmas ilik elib, o'z vaqtida o'zini yaratmagan qiz-cho'qonlar va bir chaqlarda jahonga batmay yurishadigan boyning bolalarining oldidan qapoqlarini turib, hayva bilan minib o'tdi. Ko'nglida har qaysinglarga tehi az, senlar men ko'rgan kunning undan birini ko'rishmadim. To'xtab turish deb o'ylaydi. Bir chetda atdigan umash qaynatgan cho'ng qozonning qisirmiqidan talishib, kuchukdek bo'g'ilishayotgan, ig'iz burunlari qap-qora bo'lib ketgan ushshaq bolalarni ko'rgandilar, uning ko'nglida bir yer titragandek bo'ldi. U ambarchi bilan zapxozga qarab, "Mavu umash deganni Xudoning suygili chalmay, ancha-muncha guliqaq, kavi chamqur to'g'rab etinglar" deb qo'ydi. Bugun birinchi atrat oshxonasida pulu etiladigan kun edi. Ayda bir qitim etiladigan pulu hamma odamning ishtihosini ichib, taqtini taqilib etgan edi. Lekin dumlak qozondan moy go'shtning puraqi emas, kuchli kuyuk puruq kelib atdi. Na'mat ambarchining orqasidan atrat kadrlari tamoq yeydigan kichik uyga kirib ketib etib, "Nimada atdinglar bu puloni? Kirsin yig'ida atmagansizlar?" deb hazil qildi. "Tov deysizlar dadujon, kirsin yig'idimi osh atkili bo'lamdi ekan?" dedi ambarchi xirqirab kulib. Pulu yog'siz, sho'yladek suyuq edi. Ispiraytdi. Yo'g'on bir parcha semiz go'sht bilan o'xshamaganligi chanmay galdan siliq o'tib ketdi. Na'mat oshni yeb bo'lib, kart-kurt kekirib, ambarchi damlab bergan do'rliq choyni ichib o'ltirib, atrat boshliqlari bilan parang'i tushdi. "Manqaylanglar Hasnaxun, mush kompartiya haqiqatan odil juma. Anglasa badavlat har juma kuni qozon isib kambag'allarga osh berdi ekanmish. Mati taymo juma namozidan yenib, peqir xalqning beshiga kumishdanga chochidi ekanmish. Lekin hech qanday podshoh kunda 3 vaqt g'izo berib, puhrani qo'rsoq qimidan qutuldirmabdi ekan. Puhra degan qo'rsoq qimidan qutulgandan keyin amga qilmay nima ish qiladi deysizlar? Rosteyla, meningchimi kompartiya har qanday hukumatdan dana, qilni 40 yardigan partiya. Mush xotin haqni olsak, xotin haq degan qozon beshida yurib bo'lsa, yeb to'ymaydigan, bo'lmasa qozon qumushni yalaqmo o'tib ketadigan, og'zimo, putqolimo birdan bekor turmaydigan haq. Men mushu xotin haqning chidamliqiga, kuchiga hayron qolaman. Er kishi kuchi bor deydi, lekin xotin kishi qiladigan ba'zi ishlarga xeyli erkaklar chidamaydi. Kompartiya mana mush xotinlarni qozon beshdan ozod qildi. Kommunaning hamma ishini shular qildigan bo'lib ketdi emasmi? Bumo qadimdan bo'lib baxmagan ishmikin deyman-a? Qolganlarmo ras deyishib ketdi. Mushu to'g'itni olsak, deb gapga aralashdi atrat boshlig'i Hasnaxun. Bola tuqqcha xotin kishining ustixonlari ajraymish. U olamning bo'sig'isiga 7 qitim berib, 7 qitim yanarmish. Bizning xotin cho'ng balamni tuqqanda to'g'it onasi ulgurib kela olmay, yenida o'zim turgandanglar. Xotinning jafosini ko'rib, hushkallam aylanib, tas qolgan menmi tayyor bo'lib qolg'adi. Shu chaqda bola tug'ish mushundaq tas ish bo'lsa, xotin kishining yeniga ikkinchi o'lmasman deb qasam qilib etgan. O'ltirganlar qaqoqlab kulishdi. Qasam qilib turib 8 bola tepibsizlar mana. Qasam qilmagan bo'lsanglar, ish bor ekan juma. Hasnaxun, yigit so'zidan, yo'lbos izidan yanmas deganni olmaganmi?
Patemxon unimiz qandoq qilaman? Siz bilmaysizlar. U yosh vaqtlarida bak sho'x edi deyman. Har oqshimi yelimdek chaplashib bilib. Nimishqidir Ne'matning qapoqlari tirildi. Bo'ldi asnaxon, bo'ldi qilinglar. O'zimizning gapi kelayli. Yuqoridagi heriqidek komuna oshxonalarini yaxshilanglar. Tozliq ahamiyat beringlar. Deb budjet kepti. Pat arda tekshirib baholashim bo'ldiga o'xshaydi. Shunga tekshiruvchilar kelguncha qozon boshlarini, o'ylini pokizroq tozalab qo'yarsizlar. Jazolanib qolmanglar yana. Yana biri atraf tavasida heliqidek o'g'irliqcha shaxsiy qozon esibotganlarmi bormi? Buniga bir ko'z quloq bo'linglar. Mushu dehqon xalq degan-ku zot yaxshilikni bilmaydi. Hukumat bir obdan osh berib beqivatsa, chashqandek nima topsa uyiga to'shib, o'g'irliqchi yavalmasa ko'ngli qanoat topmaydigan. Shaxsiy qozon osmonlar, o'pchi qozonning tamoqini yeb, kommunizm qurimiz des unimay, o'zining bilginini qiladi bu xalq. Hey Tudaxon, qo'shninglar kechisi tishuqlatamda burninglarga bir narsa purab qolmagandi? Qaysi qo'shtam deyli daduyjon? Heli ma'qullarni deyman. Bu vaqtchi bilmadim. Bundan keyin xabar elib turarman. Kechisi kuzatkichilikka odam qo'yinglar. Heliqida qozon osqanlar bayqalsa, darhol uyni aqtirib, tiqib qo'ygan oshliqlarni musodir qilmasak bo'lmaydi. Anlagansizlar? 3-atrofdagilar Hekmaxonning eg'ilidan 5-6 taqar bug'doy qo'noq tepibdi. Cho'nqir ko'lab ko'mib etibdi ekan. Undaqlarni birinchi atrofdami yo'q degili bo'lmaydi juma. Ne'matning oldida qo'l bog'lab, xo'sh, shundoq deb turishganlar Ne'mat chiqib ketishi bilanla pichirlashib ketishdi. Boy burninglarga bir narsa purab qolmagandi deb so'raganda, tas qoldim. Bu xilchiqan ochamning mo'risidan har kuni kechisi xilma-xil mazalik puroqlar burnimizga purab turdi deb zag'ili. Undaq degili bo'lamdigan. Bu xilchiqanlar emas, uning qizlari, kuyovlarini birnim degili bo'lmaydi. Shularning zamoni bo'lib qoldi emasmi bu? Bu Xudoning buyrug'ini, har qanday bandasini Xudo o'z bir yo'lda qo'ydi. Elimi ko'rayotgan kunimizga shukr. Shundaq shukr qilmasak bo'lmaydi. Tegi qizil, chekim oq gullik chitti ko'nglak, qora jiletga kiygan, oq dok ro'molidan chekilab chekkan Zaynab qaynoq tushda uydan chiqdi. Uylarning orqasidagi odam osmongidan chatqalliq daraxtliklardan yugurib degidek o'tib, etizliqlarning ichi bilan udul ota-onasining uyiga keldi. Uyga kiribla onasi bilan mang'iz yiqib ko'rishib bo'lib, jiletkisining tegidan yog'liqqa yo'galgan 2 nonni elib, onasining qo'liga tutqizib qo'ydi. Supida yotgan Vilaxonning bir nimalarni deb ingrayotganligini anglab, ittik dadasining oldiga keldi. Qandaqroq turding dada? Bir yerim og'riyotamdi. Vilaxon midirlay beshini sal burab, uning qardi-da ko'ziga yosh elib, yana bir nimalarni dedi. U bir oyning oldida suv qurilishida ishlab etib, yiqilib qolgancha og'zi gapga kelmas, put-qo'li tutmas bo'lib yotadi. Zaynab kundudagidek amal qilib dadasini yo'qlab turib o'tadi. U dadasining nonga talmirayotganligini ko'rib, nondan bir burda ushtuq kichikgina parchasini og'ziga selib qo'ydi. Yutalmaydi, u mashinani oran yutudi. Geliq turib qolsa qiynalib ketarmikin? Dedi onasi. Zaynab dadasining og'zidan nonni elib etmoqchi bo'lgan edi, dadasi unimay beshini chayqab turib oldi. Og'zini ching yumg'inicha ko'zlariga yosh elib, nonni navat sho'ragandek sho'rab tomshib ketdi. Bichorning bug'doyning yegisi ketdi ekan. Mashinani saqlab, os-osdan chilab berarman. Bir jin go'sht bo'lgan bo'lsa, sho'rpisini bir ichirib qo'ygan bo'lsam, sal maqturga kelib qoladimi ekan?
Göşnüğü tapqılı bolar, lekin bu öyde qaynatqılı bolarmı? Paylaqçılar bilip qalsa, qandaq qılğılıq apa? Xudayım, nemi günlərini körüstüb atıdğansan bizge? Her qancha günahlarımız bolsumu, küpürlük qılıp bir kimlərinin aldıdan toğru ütüp qoyğan yerimiz bolsumu, nemi tügüməz tatqılıq bu? Men texi itizden kelelmisem, bu öyde kesel bar deb, ya bir kimnin içi ağrımızsa. Biçare, əhdədin keşkiçe yalğız yatıdı. Akşamı kelip qarsam, yotqan körpü diyen qarağısız olup getudu. Nemi boldu ekan, 2 günden beri hiç terti kelmey, qorsaqları işip getipdi. Ana bala üntünsiz yaş döküp, yum yıqlaşdı. Zeynep dadısının yenağı ötüp, yaş gözlerini sılap, yotqan körpülerini onlap yepip koyup. Hoş dada, men ettigellikке sana şurp qayntip keley, Xudayımga amanet, dedi. Vilahun közleri bilen kızağı tartıştı. Ağzını ümçeytip közlerge yaş aldı. Zeynep mu xuddi dadısı bilen ağırqı qitim körüşüşü ikenligini sezgendek işik tövüdün keynige qayırılıp dadısığı çıdamay qarab yaşlarını ertqanice çıkıp gitti. Yaz quyaşı kumulaş tamlıq pakar öylerini, etizlarını, dəlderək ot çöplərini ayımay qızdırattı. Yollarda, oylılarda adem ya ki birer itmiş görünmeydi. Morlardan is götürülmeydi. Qarmaqqa aquç kölrəng tozan basqan bu yurt harabilikке ayınıp qalğandek. Onun ademleri bu yurtni taşlap çıkıp getkendek tuyğu beredi. Zeynep hoylağa kirişige etikige yamaşqan kızını kötürüp elip baram astadaki katta yatqan qaynanasının aldığı bardı. Qandaqraq turla ana? Xudağa şükür balam. Bugün meydam xeyli boşap qalğandek turudu. Yötelmi xap qılmadı. Akşamqı başka payda qıldım ekin deymen. Dep xırqırab cavab berdi ayam. Her neme bolsa, sili bolsulumu saqtırıp bersile. Men siligi çay qayntip, nançılap beray. Xuda buyursa, akşamlıqqa ısıqıraq bir nersi etip berermen. Hazırca çıdap tursula. Çıdayman kızım, çıdayman. Baya közüm ilinip qaptiken, tuş görüptimen. Yaş çağlarım eş. Qazanda lıq göş qaynavat qudek. İkimiz bir yanda çöçür tüküp etiptimiz. Obdan tuş görüpla ana. Yeydiğen nersi degen obdan. Xudayım rızqılarını bere. Toxtqari bilen dadam texi payda bolmağan oxşmamdı. Toxtqari kelgende qılmadı. Adam bayı muş yerde bar idi. Rozaxunni yetilep näge maňdy ki? Zeynep quchqidiki balani yerge koyup oçaqqa ot qaladı. Qazanni yuyup içige su koydu. Qazan xuddi azaldan yağdidari görmegendek datlaşıp turatdı. Ot tutaşqança qazandaki su pejalda orçıqırışqı başıldı. Zeynep aştaqda üstüge çoğun kiçik qaçılarını tizip içige zağrananını uşşaq uvap yoşurun saqlavatqan bir kuruşqı qoy yığını ilip her qaçıga qonaqdek silip üstüge çay koydu. Nan bir demdila hüppide yumşaq köpüp çıktı. Bu ularının düşlük tamık idi. Keşlik tamıqı mı moşundaqlı boladı. Mädek onu arlaştırıp yıqılğan bundaq zağırananlar etdigenlik tamaqqa qoşup adem beşiğa çikidin tarqıtıb beriletdi. Bunanlar galını gajab təsti ötətdi. Ademge quvvet mi bolmaydı. Lekin açlıqni besiş üçün onu yiyiş kerek edi. Köplegen aillerde muşu nan mı nahaydi etibarlıq edi.
Şu yıllarda toğraqlıqda Aq quşqaşmı sayraydı, kök quşqaşmı sayraydı. Mədək nanını tolu yep, haşarçı balalar yığılaydı. Arpı ninimu deydu, mədək ninimu deydu. Qaldın ötkeni bilen, aşqan yerge barmaydı. Degəndək qoşaqlar tarqalğan idi.